Виднелась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. Har yili 9-may G'alaba bayrami arafasida Ulug' Vatan urushi ishtirokchilari va mehnat faxriylari bilan uchrashish an'anaga aylanib qolgan. Bu yil fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga 70 yil to'ladi. Bu ulug' sanaga bag'ishlangan chora-tadbirlar, urush veteranlari bilan uchrashuvlar ko'tarinki ruhda o'tmoqda. O'lakandoz qishlog'ida joylashgan Visol qasrida ham ana shunday uchrashuv bo'lib o'tdi. Jabor Rasulov nohiyasi urush va mehnat faxriylari jamiyati raisi Abduhakim Abdusaminov uchrashuvni ochib, yig'ilganlarni ulug' sana, buyuk g'alabaning 70 yilligi bilan muborakbod etdi. Хоть однажды видел это. Buyuk g'alabaning 70 yilligini nishonlash uchun yig'ilganmiz. Ana shu buyuk g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan sizlarni hammalaringni chin qalbimdan va butun mehnatkashlarimiz, rayonimiz aholisi nomidan sizlarni hammalaringni tabriklayman. Endi bugun shunday bir ulug' ayyom kunki, buni bahosi yo'q. Sababi 1941-45-yildagi qattiq bo'lgan janglarni sizlar ko'zlaring bilan ko'rib, jangda matonatli kurashib, mana diyorimizga sog' salomat kelib, yana xalqimiz bag'rida yashab turibsizlar. Biza ko'rganimiz yo'q urushni, lekin biza tarixdan o'qigan biza. Kinolardan ko'rgan biza, televizorlarda ko'rgan biza. Lekin bu butun jahonni larzaga keltirgan urush bundan 70 yil muqaddam yakson bo'ldi. Nemis fashist bosqinchilarni qo'zg'agan g'azabini butun dunyo bo'yicha yakson bo'lib tak tomiridan supurib tashlangandi. Sizlar bundan 75 yil urushga borib, o'sha yerda 5 yil qon kechib, mana shu bizning ozodligimizni, diyorimizning ozodligini saqlab qolganlaring uchun o'z nomimdan qolaversa butun mehnatkashlarimiz nomidan tashakkurona izhor qilmoqchi edim. Yana bir narsani hozir yodimga tushdi, u ham bo'lsa, tarixdan ko'p narsalarni o'qidik. Men shaxsan ko'p narsani o'qiganman, ayniqsa urush yillarida yozilgan kitoblarni ko'p varaqlab chiqqandim. Hammasida bitta narsa, bitta g'oya ilgari surilgandi. U ham bo'lsa do'stlik, birodarlik va urushni ana shu birlashib turib yanchish masalalari ko'rilgandi. Bir kitob o'qigandim. U ham bo'lsa ruschasiga "Говорят погибшие герои" degan. Kitobda 600 nafardan ortiq farzandlarimiz O'rta Osiyodan borganlar, Yevropadan borganlar. O'zbek, rus, tojik, qirg'iz, qozoq, tatar va hokazo Kavkaz vakillari, millatlarining vakillari hammalari jangda qatnashib, ana shu kitobda yozilgan qahramon 600 dan oshiq qahramonlar o'zlarini o'layotib qoni bilan devorlarga yoki birorta topilgan tashlandi bo'lsa hamki qog'ozga qoni bilan ona vatanga sodiq ekanliklarini yozib qoldirishganini kitob chiqarishgan ekan. Men shuni o'qib ko'zimdan yosh chiqib ketgan. Uchrashuv davomida Ulug' Vatan urushi ishtirokchilari bosib o'tgan hayot yo'llari, nemis bosqinchilari bilan bo'lgan qonli janglar haqida so'z yuritdilar. G'alaba millionlab Sovet ittifoqining mardu maydon jangchilari qoni evaziga qo'lga kiritilganligini ta'kidladilar. Hurmatli quroldoshlar, bugun biz ulug' g'alabaning 70 yilligini nishonlab turgan bir vaqtda vatanimizning ozodligi hamda mustaqilligi uchun ulug' vatan urushida halok bo'lgan quroldoshlarimizga abadiy shon va sharoflar bo'lsin. Moy oyida chaqirib, mana bu gulxonani katta choyxonasiga to'plab turib, bir 10 kun shetda saqlab turib, vagonga urdi.
shu yerdan jo'nadik, to'g'ri Moskovskiy oblast, Kolomenskiy degan joyga bordik. Moskovskiy, Kolomenskiy oblastdan Bayanni yeni boshlardi, berib, bu yeni boshlardi, otib tashladik. Bayanni yeni boshlardi, soldat bo'ldik. Bir oy sendi shishti pushka bilan polis zanat qildik, bir oy. Shu bir oy zanatdan keyiniga shu dastroy bo'g'aya Ma'mun Abdulla borgan. Bir oydan keyiniga Leningrad frontiga olib borib, Leningrad frontiga topshirdi bizni. Men 170 stadionatsiz dubuq pushkaga navoch zarajatchi bo'ldim. O'xlaydigan. Shunda keyiniga biz nastabilina bo'lib, keyin biz shu Akrujinada qolgan joylarda orqamizdan zapasnoy poklar bo'lib, Jukov armiyasi bizni o'zimizni to'plagan, hammasi birlashib turib, shu yerda nemisni keyin biz ko'chirdik. Orqaga qarab surib, olib borib biz Finlandiyagacha bordik. Keyin shu Finlandiyada keyin biz to'xtadik, dam oldik. Shunisi quvonarliki, hamshahrimiz Ulug'vatan urushi ishtirokchisi Ma'murbek Ahmedov Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva shahrida bo'lib o'tgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan tantanalarda ishtirok etib qaytdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lgan uchrashuv haqida to'lqinlanib gapirdi. Uchrashuv davomida Ulug'vatan urushi ishtirokchilari Jo'ra Mirxo'jayev, Rahimboy Rahmatov, Ubaydulla Qobilboboyev, mehnat faxriysi Narzullo Fayzulloyev fashizm ustidan qozonilgan g'alaba bashariyat uchun qanchalik ahamiyatga ega ekanligini aytib o'tdilar. Hozir davrimiz, zamonamiz juda yaxshi. Hamma nimalar bor. Avval biz maktabga bitta xaltachaga nima boradi. Hozir sumkayu yaxshi anjomu kiyib yaxshi maktablarga o'tiribdi. Mana yaxshiki, mana Emomali Rahmon prezidentimiz hamma nimalarni, sharoitlarni yaxshi qilib berdi. Mana qarangki, bir yildan bir nechta maktablar yangidan remont qilindi, yangidan qurildi. Hozir yoshlar shunga o'qish kerak. Shu yoshlarni mana shu nimani qadriga yetish kerak. Hozirgi tinchligimizni qadriga yetish kerak. Zamonamiz yaxshi. Men shuni iltimos qilardimki, yoshlarimiz har xil bir oqimlarga kirib ketmasin. Nimaki mana ko'ryapmiz, har kun televizorda, radioda aytayaptiki, mana bu oqimlarga qo'shib borilgan Suriya, Livan, boshqa davlatlarda urush bo'lyapti. Shu yerda qanchasi o'lib ketdi. Uni ota-onasi mana bu yerda dod-vaydod qilib yotibdi. Shunaqangi bo'lmasdan doim shu tinchlik, amonlikni Xudoga shukr qilib, o'yiga, ota-onasiga hozir hamma joyda ish topiladi, ish yo'q emas. Agar u o'qisa, bir hunarni o'rgatsa, даже mana prezidentimizni nimasi bilan katta yoshlarni ham hunarga o'rgatyapti. Bolalar ham borib shu Pitevgayu boshqa joylarga shu hunar o'rganishga nima qilib qo'ygan? Shular hunar o'rganib xalqimizga xizmat qilsa, biz juda ham nima qilamiz. Biz mana azobini chopdik. Urushga kirmagan bo'lsak ham, urushni mana 14 yoshimda mana men borib turib, voyeni nimaga Turkistonskiy voyeni okrugni zagat kontorasiga ishladik. Bizga ham forma berdi, как soldat biz shu yerda ishladik. 14 yoshda biz bug'doyni tozalab shuni berardik, vagon bir oyga kelardi, shuni orttirib jo'natardik. 14 yoshimizda. Hozir 14 yoshdagi bolalar o'qishi kerak, yaxshi ilm olish kerak, hunar olish kerak, davlatimizga mana mustaqil davlatimizga xizmat qilish kerak. Jabor Rasulov nohiyasidan 2,5 mingga yaqin er-yigitlar Ulug'vatan urushida ishtirok etib, ulardan faqatgina 910 tasi ona yurtiga qaytib kelganlar. 136 nafar kishi bedarak yo'qolgan. 1,5 mingdan ziyod hamyurtlarimiz ona vatan uchun o'z jonlarini qurbon qilganlar. Nohiyamizda bugungi kunda 15 nafar Ulug'vatan urushi qatnashchilari hayot bo'lib, 1 nafari ayol kishidir. Vatan tinchligiga, el farovonligi yo'lida jang maydonlarida kurashganlar hech qachon unutilmaydilar. Vatan tinchligi, el farovonligi yo'lida jang maydonlarida kurashganlar hech qachon unutilmaydilar.
Ularning mardonavor jasoratlari evaziga tinch va osoyishta hayot bugungi kunda barchaga nasib etayotir. У незнакомого поселка на безымянной высоте.